Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 10 ayning 15 kuni juma. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq. Hozir bu haftalik naq maydon videosini boshlamoqchi. Bu hafta belki muhim cho'ng xabarlar ancha ko'p chiqmadi. Ashta bo'g'ashqa men biroz tartibni o'zgartmoqchi. Menimcha bu haftadagi birinchi cho'ng xabar Amazon torda bir narsa sotadigan Amazon shirkatiniki boshlig'i Jeff Bezos degan odamniki qurgan bir shirkati bor. Blue Origin degan. Buningdan ehtimol sizlarning xabaringlarda bo'lsa kerak. Bu odam o'tganda bir qatim o'zi olam boshlig'iga chiqib kelgan. Mana o'tib ketgan 13-chilar bu kishiniki shirkatiniki Blue Origin degan shirkatiniki yana bir olam ushquri olam boshlig'iga chiqib tushdi. Bu bir nayt cho'ng xabar bo'ldi xalqarada. Bu odamning shirkatining ikkinchi qatim odam olib chiqishi. Men buniki nimasini bu Facebook'ga qo'yib qo'ygan naq maydondagi ahvollarini. O'shada ko'rasizlar hozirmi bor. Men hammasini ko'rib turdim naq maydonda. Bu qanday narsa desanglar bu qatim 4 odam chiqdi bu olam kemisida, olam boshlig'iga. U yerda uzoq turgan vaqti yo'q. Bunun ichidagi muhim bir narsa mana shu olam urushlarini ko'rsatgan Amerikaning bir nihoyatda ko'p yillik qo'ygan bir kinosi bor. Shu kinosida rol olgan bir artist bor, kanadalik William Shatner degan odam. Bu odam 90 yoshga kiribdi ekan hozir. Mushadan olam boshlig'iga chiqib tushdi. Bu qatim qanday bo'ldi desanglar, olam mush chiqqan odamni o'tirdigan kapsul deydi endi. Buning bilan ostidagi raketa bu mushtaq tik osmonga chiqdi. Chiqib 80 kilometrdek yerga borgan vaqtida 80 kilometrdek borgan vaqtida bu ikkisi ajrab raketa pastga tushib yerga salomat qaytib tushdi. Buni qayta shakllanadi. Ma 4 odam o'tirgan narsa bo'lsa osmonga yana ozroq chiqib 100 kilometr egizlik chiqib, ondan keyin bu qaytib tushib yer yuziga yaqin kelgan chaqda shar ichilib, shar bilan yerga qo'ndi. Amerikadagi Texas shtatida bo'ldi bu ishlarning hammasi. Shu jami bir shu 10 minutlik vaqtning ichida tugab bo'ldi bu ishlarning hammasi. Chiqqan egizligi 100 kilometr bu qatim. Xabarlarda bor atmosfera, havo 80 kilometrchilik havo bor. Uning atrofida havo yo'q. Shuning uchun bu nimani odamlar o'tirgan kapsulni raketa qo'ndini ishtirib qo'ydi. Ishtirib qo'ygandan keyin bu shu ustiga ozroq chiqib, ozroq tushib, ondan keyin qaytib tushdi bunaqasiga. Shu orliqda o'nishga odamlar haqiqiy tortish kuchi yo'q bir yerda ozroqcha yashab baqdi endi. Mush bir cho'ng xabar bo'ldi. 90 yoshli odam osmonga chiqib tushdi. Mendan davomli nurg'un kishilar so'raydi, sizmi o'sha olam boshqa chiqish imkoniyati bormi deb. Men NASAga xizmat kirgan chog'da 45 yoshda kirgandim. Mendan burun bizning guruhga kelgan bir bola, u yosh bola ekan, doktorlikni kirib ishlabdi ekan. Keyin bu o'sha astronavt bo'ldim deb talab qilib yurib, astronavt bo'lib 10 yildak tarbiyalab, ondan keyin olam boshqa chiqib, xalqaro olam punktida 6 oy turib tushib, keyin bizlarga kelib shu yerga hikoyalarini so'zlab bergan. Endi men sal yashim cho'ng vaqtida kirgan bo'lg'achqa astronavt bo'laman deb tirishib boqmadim. Hozir endi bunday kishilar 90 yoshli odamlar chiqib tushyapti. Bizniki idoradan endi bu NASAdan qolgan ish emas, bu shaxsiy shirkat, bu Blue Origin degan. Ular qilyapti, uni boshqa Elon Muskning shirkatlarimi bor, boshqa shirkatmi bor, Mars One degan. Bularning hammasi hozir olam boshqa kishilarni sayohatga chiqadigan ishlarni yo'l qo'yish uchun tirishyapti. Mana shu yo'ldagi bir yangilik endi. Bu qatim Blue Origin'ning ikkinchi qatim olam boshqa odam chiqarishi. Endi men 90 yoshlik bir donliq kino artistniki chiqib tushishi bir bu xabarga yana bir yangilik qo'shib cho'ng xabar bo'lib ketdi. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Endi yaqinda meniki qo'limga kirgan yana bir narsa shu Tesla shirkati, Tesla degan mashinaki shirkatini qurgan Elon Musk degan odamniki gap turib bo'ldi. Bu odam bu yilniki 5-ida Xitoy hukumatini maqtab bir narsa debdi ekan. Nima debdi desa, Xitoy hukumati Amerika hukumatiga qaragan chog'da o'z xalqidan xabar olishda texnik maslahatchan
o'z xalqiniki ishlarini yaxshi bo'lishiga texnik ko'ngil bo'ladi Amerika qaragan chog'da deb shundab ekan. Buni Xitoyniki tashqi ishlar ministri ko'tarib olib, bu gapni tutib olib, tashviq qilib bu odamni, mana bu odam haq gapni qildi, Xitoy haqida deb boshqa qilib yuribdi ekan. Bu paranglar yaqinda endi chiqibdi. Hozir endi oldinlarmi bilmayman, bu Tesla shirkatiniki bosh shirkatlarning hammasi Kaliforniyada edi. Men turayotgan shtatda. Yaqinda bular Teksasda ko'chadigan bo'lib, hozir o ishlarni boshlayapti. Bu Elon Musk o'zining aytdi kommunizmchi odam ekan, kommunizm ideyasini yaxshi ko'radigan bo'libmi, Xitoyniki kompartiya hokimiyatining siyosatlarini yaxshi ko'radigan odam ekan. Lekin bu odam hozir endi bu yerga ko'chishdagi bir sabab bu Kaliforniyaniki siyosiy muhiti bek nacharlashib ketdi hozir. U Kaliforniyaning siyosatini yaxshi ko'rmayotgan, amaliyotda Kaliforniya shtatimi kommunizmchi ideyaga ketyotdi. Lekin bu Kaliforniya shtatiniki kommunizmchi ideyasi bilan Elon Musk yaxshi ko'radigan kommunizmchi ideyalar ancha bir-birisiga chiqisholmaydigan o'xshaydi. Undan boshqa Elon Muskni Biden biroz chetga qoqdi ekan. Sababini to'liq tushunib olmadim. Yaqinda shu elektr bilan mangadigan mashinalarni taraqqiy qildirish, shu orqali muhitni asrash jihatda Biden bir yig'in chaqirgan ekan, shu elektrlik mashina shirkatlarining boshliqlarini chaqirib, buningga nimani Elon Muskni chaqirmabdi. Shunga hozirgi Amerika hukumatiga aytdi, norozi bor ekan. Elon Muskniki uniki Xitoyga yiqilishib ketishiga sabablarning birisi shu deydi. Endi xabarimizda bor, Elon Musk hozir intayin boyib ketdi. Men yaqinda anglagan bir xabarda uniki boyligi hozir 200 milliard dollarga bordi deb anglagandim. Men xato anglab qolmagan bo'lsam. Shu nayti boy, Xitoyning pulga ehtiyoji yo'q bu odamniki. Lekin Amerika hukumatidan jirkinib Xitoy hukumatiga yiqilishayotgan ahvol bor. Bularni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Elon Musk'niki Uyg'urlar ishlari to'g'riliq hech qanday qilgan ishlari yo'q, gaplarim yo'q. Shu yaqinda bo'layotgan yana bir necha cho'ng xabarlar bor, uni men qisqacha deb ketaman. Uniki birisi Amerikaniki bir yadro energiyasi mangdigan suv osti parxoti yaqinda deniz ostidagi bir narsaga so'qilib ketdi. Bu to'g'riliq nihoyatda jiq farazlar bor, har xil farazlar Xitoylar so'qibdi degan gaplar bor, lekin buni hech qanday isbot o'tirib chiqmadi. Hozircha bir tabiiy jismga so'qishganlik ehtimoliga cho'ngroq bu molga cho'ng xabarlar bo'yotdi. Bir ish gap bo'lib qoldi. Buni shirtliq qilman, agar qiziqsanlar taxmin bak uzun tekshirib ko'rib pasana bo'ladi. Yana bir xabar Xitoylar dunyosida hozir cho'ngroq bir xabar. Yaqinda Xitoy hukumati bir kino ishlab chiqdi. Changjin ko'lidagi urush degan bir kino. Bu kino ayni vaqtda 59-yilda meni esini qilishcha Xitoy Shimoliy Koreyaga yordam berish uchun Shimoliy Koreyaga berib Amerika urushgan bir ahvollarni tasvirlaydigan kino ekan. Ammo bu kinoning bir alayiligi butun amaliyotni butunlay burab yozgan kino. Shunda ta'sir qilib Xitoylarniki qanday qilib Amerika bilan botirlarcha urushganligini ifodalab yozibdi bu kinoni. Lekin bu amaliy ahvolga intayin xilof ekan. Qaysi jihatdan desanglar, ayni vaqtda mavzudon tiz ish qilamiz deb Xitoyniki askarlarini nihoyat yilin kiyim bilan, qish vaqti nihoyat yilin kiyim bilan Shimoliy Koreyaga evatgan ekan. Ularni aytib bo'lgandan keyin bu paxtliq kiyimlar yetib bo'lmay oxiridan nurg'un odamlar o'lib ketibdi. Hozirgi meniki onglinimda o'lib ketganlarning soni 500 ming va 800 ming atrofida deydi. Xitoyniki askarlari ayni vaqtda. Uning seçtiğin çağda her ölüp ketken 40 Xitoy askerge birden Amerikalık doğru keldi ekan. 40'ta bir deydi. Lekin bu kinoda onu putla ontay qilib, qandaqdi Xitoy askerleri Amerikaniki nachar sharoitda Amerikan askerleri bilan botirlarcha kurash qilgan, urush qilgan ashta bir manzarani tasvirlabdi. Bu kinoni o'zim ko'rib boqmadim. Maniki obzorchilarning obzorlarini anglab boqdim bu vaqtda. Shunga bu kino Xitoyda nihoyatda cho'ng g'ulg'ula qo'zg'ab, Xitoylarniki millatparvarligini o'stirish jihatida yaxshi rol o'ynabdi. Kinoni chiqqan odamlarni aytib pul tepibdi. Bular hozir har kunsi mushkillardan topgan pulsiniki qanchalik bo'lganligini tashkil etibdi Xitoyning ichida. Ishqilib bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi Xitoylar dunyosida. Inglizcha Battle at Lake Changjin deydi.
Changjin Hujan Xitoycha menimcha bilishimcha sharaqli bir ism bor buniki. Bu to'g'riq yana ko'rmanda sanlar, taxmizni pasanlar bo'ladi. Biz uchun bu cho'ng xabar emas, nimishqa desanglar, biz bilimiz Xitoylarniki ham narsani burmaydiganligini, Uyg'urlar ishidimi mayli tarixi bo'lsin, nur ish qilib biz bildigan narsalarning hammasini burmlab, butunlay o'ntay qilib tashqib batadi bular. Ashta boshqa ularniki bunday bir kino ishlaydiganligidan biz bek ajablanib ketmaymiz, lekin Xitoy dunyosida, Xitoy davlatining ichida bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Ba'zanlar mashinaga kirib ta'sirlanib ketib, Amerikaga qarshi ish qilayotgan o'xshaydi degan farazlar o'tirib chiqdi. Masalan, Arizonada bir Xitoy qizi 150 yilda bo'lgan bir cherkov o't qo'yib yetibdi yaqinda. Ashnamo shu kinoni ko'rgandan keyin ta'sirlanib ketib, Amerikaga qarshi ish qilaman deb qolgan ekan degan farazlar bor. Mana ishlar bo'lyapti, buni bir tilga qo'yib keldi. Endi yeni Xitoy ichidagi xabarlarning ichida hozir Xi Jinping bilan boshqa guruhlar o'tirishidagi huquq talish ko'rishi, Xi Jinpingni qaslash ishlari, andagi siyosiy o'zgarish jihatdagi paranglar bakjiq. Shunga munosabatli gaplardan o'tirib chiqqan bir narsa Xitoyniki Guangdongniki Fu Bujangni ommaviy bexatarlik ministrniki muavin ministr boshlig'i Suni Junniki tutilish sababi. O'tganda men sizlarga buniki asosiy sababi bu Xi Jinpingni o'ldirish ishlari qatnashgan ekan degandim shu vaqtga uchurlashdaqdi. Endi hozirgi yangidan o'tirib chiqqan uchur nima bo'lyapti desanglar, Hong Kongda bir voqea bo'lgan. Hong Kongdagi mana yaqinqi cho'ng namoyishlar 2019 yildan boshlangan. Bütün ishlarniki boshlanishi bir kitobxona. Bir kitobxona ochgan bir odamni tutib ketishdan boshlangan. Bu odamni mish tutgan desanglar, bu kitobxonada Xi Jinpingniki jinoyatlarini fosh qiladigan materiallar setildi ekan qo'yadi. U materiallarning ichida bak dongliq narsalar ko'p emas ekan, odatdagi materiallar ekan, lekin uningda shu Xi Jinpingniki shaxsiy turmushidagi har xil qalamqon jinoiy ishlar shuni fosh qiladigan narsalar jiqgandik. Shuning bilan bu odamni tutib ketib, shu ashning bilan boshlanib, shu odamni Xitoyga qaytib kelish masalasida bir yangi qonun o'tirib qo'yib, Hong Kongliklar bu qonunga qarshi turib, ashning namoyish qilib, shuning bilan nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Hozir shu voqeadan keyin burun biroz Xitoyga mayil bo'lgan Tayvan hozir endi Xitoydan butunlay yuz o'rib, Xitoyniki bir davlat ikki tuzum siyosati bo'yicha Tayvanni Xitoy xush etamiz degan bu shirin tushi bir pat bo'lib ketdi hozir. Yaqinda Tayvandagi prezidenti intayin qattiq gap qildi bu haqda. Bu ishlarga mumkin emasligi. Tayvan azaldan Xitoyning bir parchasi emas. Buningdan keyin biz qandaqdir besimga bo'ysunib turib Xitoyga qo'shib ketadigan ishni qilmaymiz degan gaplarni qildi. Aytib boshqa mushu kitobxonaniki voqeasidan boshlangan ishlar tufaylidan hozir Hong Kongniki bir davlat ikki tuzum bo'yicha menayotgan ishlari buzilib ketdi. Tayvanmi Xitoydan taxmin yiroqlash tarafga qarab mangdi. Hozir urush holatiga kelib qoldi, nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Endi yangi o'tirib chiqqan xabar nima desanglar, Suni Junniki shu Tayvandagi Hong Kongdagi kitobxonaning boshlig'ini tutishda bu odam xalqlik rol o'ynagan ekan. Bu odam birsi Xitoy ommaviy bexatarlik ministrining Hong Kong Omen ishxonasining boshlig'i ekan. Ondan keyin shu ministrning ostidagi birinchi idora deydi, bu idoraniki boshlig'i ekandik. Shunday bir rolda turib kitobxonaniki boshlig'ini tutish ishlarini shu Sunirjin qilgan ekan. Aslidagi maqsadi qandaqdir Xi Jinpingga qarshi emas, Xi Jinpingga xushamat qilgan ishga bu. Mushani men qilsam, keyin meni texmi o'stiramdi ekan deb. Shunga haliqi Sunirjinniki siyosiy yomon niyati yeshin deydi. Niyati bak kuchliq degan gaplar Xitoy hukumati dedi bu gaplarni. Aslidagi buniki bog'lanish mushuki. Ashta boshqa bu ishlarning hammasini shu Sunirjin terib qo'yganka, ashunga bugungi kunga kelganligi uchun bu ishlar Sunirjinniki Xi Jinping qilgan xushamati uning jinoyati qilib hozir bu odamni tutibdi yaqinda. Shunga mushtaq uchurlar o'tirib chiqdi. Bularni saydab qo'ygan keldi. Ma'atning ichida o'tirib chiqqan yana bir xabar Xitoyniki Jafan Jumbo degan bir gazeta bor ekan.
Azadlık Armiya gazeti degan. Bu gazetda bir Xitoyning tarixidagi ba'zi bir voqealarni ko'tarib chiqibdi. Ko'tarib chiqib, asosligi ilgari surgan ideya, agar Xitoyda siyosiy o'zgarish bo'lib qolsa, uning harbiylar aralashmaslik kerak degan. Endi hozirgi analizlarning deyishicha, bu gazetniki maydoni Xi Jinping tarafda emas, Xi Jinpingga qarshi tarafda turib, gap etibdi. Bu gazetni kim boshqaradi? Xi Jinping boshqaramamdi degan gaplar bor ekan. Ishqilib, agar yaqinda Xitoyda bir siyosiy o'zgarish bo'lib qolsa, harbiylar aralashmaslik kerak degan gaplarni o'tirib chiqarib bir narsalar chiqib turibdi hozir. Bu biroz cho'ng gap bo'ldi emas. Xitoy analizlarining ichida shuni buni deb qo'ygim keldi. Endi yana bir cho'ng xabar. Men bu xabarni oxiriroq qo'ydim. Sababi nima desanglar, bu keyingi mazmun bilan munosabatlik. Shunga bu qitim tartibni butunlay o'zgartirib o'tirib qo'yaman men. Amerikaniki CIA markaziy axborot idorasi bir yangi ishxona quribdi. Xitoy ishlari markazi degan bir ishxona quribdi. CIA'ning ichida bundaq markazlar ko'pkan, har xil markazlar bor ekan, lekin hozirga qadar Xitoy haqida bir markaz qurib boqmagan ekan bular burun. Shunga buni yangidan quribdi. Buningki bundaq bo'lishiga sabab Xitoy hukumati hozir CIA'niki butun ishlariga daxl qilyotdi deydi. CIA'niki boshlig'ining degan gap ekan, mana shu necha kun ichida. Bütün işlerine daxil qilyotdi, hammasini buzyotdi. Bu boshqa Xitoyga taqabul turish uchun biz maxsus tadbir qo'llanmasak bo'lmaydigan gap qoldi degandek gaplarni qilibdi. CIA'niki bu tutgan yo'li Biden hukumatiniki tutayotgan yo'liga qarama-qarshi ekan. O'rtaq emas ekan. Shunga bu ishlarniki oxiri qanday bo'ladi hozircha aniq emas. Nimishqa deganda Biden hukumati CIA'ni boshqara oladi. CIA'ning qanday qilishini qat'iy nazar agar to'xtatib qo'ymasalar to'xtatib qolaydi. CIA bir mustaqil o'rin emas. Bu boshqa, lekin bir yangilik bor. Lekin uniki oxirgi taqdiri umrining qanday bo'lganligi hozircha aniq emas. Bir qadam ilinibdi holda. Endi bu yangi qurilgan markaz hozir Xitoychini biladigan odamlarni xizmatga oltiribdi. Meniki bir taklifim Uyg'urlarning ichidami, agar CIA'ga kirib markaz ishlaydi desanglar, iltimos qilib boqsanglar bo'lgudek. Men uchun bu eng g'oyibi bir o'rinti. Men o'ylab baxtım xizmat kirib boqayım ekan deb burundan tortib mana bir fursat olsa olmashayım ekan degan orzuyim bordi. Men konkret ishlarni tekshirib boqmadim tehi. Har holda bu bir yaxshi fursat ekan. Xitoychini bildigan odamlarni ish qilib o'tibdi. Shunga buni Uyg'urlarga deb qo'ydim. Amerikaga rajolani bo'lgan Uyg'urlar agar qiziqsanglar tekshirib olsanglar bo'ldi ekan. Men buniki tekshirib boqmoqchi. Endi bugungi bu programdaki asas temisi emdi kelimemen. Bu nima deganda Xitoy Amerika munosabati. Bu nega ketib atadi? Abatin CIA'niki bir Xitoy xizmati markazi qurganligini dedim. Shuningdek bilan birga hozir Amerika hukumati Xitoy bilan bir xizmat hamkorlik guruhi qurilganligi oshkorlandi. Mana shu necha kundan ichida. Buni agar g'arb mediasidan izlasanglar hech topolmaysizlar. Amerikada e'lon qilmaydi buni. Men bugun izlab baxtim. Unda bu to'g'ri hech qanday gap yo'q. Lekin buni Xitoy analizchilari ko'tarib chiqdi hozir. Buni hozirgi hukumat, Amerika hukumati sal yepiqroq qilgan o'xshaydi. Butunlay maxfiy emas, yepiqroq qilganda qiladi. Boshqa bu bir Uyg'urlar uchun bu bir nachar ahvoldan biridir. Amerikaniki Xitoy bilan yiqilishib ketishi biz uchun foydasiz. Biz uchun foydasiz. Xitoy hokimiyatiniki ag'darilishi uchun foydasiz. Agar Xitoy hokimiyati ag'darilmasa, Uyg'urlarning ishi yaxshi tarafga asoslanib burilmaydi. Endi bu qanday ishlar bo'libdi desanglar, men sizlarga qisqacha deb qo'y buni. Bu ishxonaniki qurilganligi 12-yilda oshkorlandi. 12 kuni. Bu kunisi buni Xitoy oshkorladi. Amerika emas, Xitoy hukumati. Xitoyniki bir shu Tunjan bunmi yoki tashqi ishlar ministrimi bir odamni ziyorat qilib, shu ziyorat xotirasini e'lon qilib, shuning ichida mush ahvollarni oshkorladi. Bu qitimki bu Amerika Xitoy hukumati shuni o'tirib qo'ygan chog'da Amerika hukumatiniki soda vakili Catherine Tai degan ayolni maqtadi Xitoylar.
Catherine Tayniki Xitoy bilan bir Xitoylar bilan kurashmoqchi bo'lganligi haqida men sizga o'tganda ozroq ma'lumot bergan. Xitoy bu ayolmoqdapti. Endi bu Catherine bilan Xitoy hukumatiniki amaldori Liu He ikkisi o'rtasida bir suhbat bo'lgan yaqinda. Bu suhbatda nimalar deyildi, buni qat'iy e'lon qilmadi. Xitoy e'lon qilmadi, Amerika e'lon qilmadi bu narsani. Ama hozir Xitoy bu Catherine'ni maqta qiltiribdi. Shuni qaragan chaqda bu kurashda Xitoyga foydali bir qism ishlar bo'lganda qiladi. Endi ozroqcha yaqinqi bir oy ichida bo'lgan ishlarga qarab boqadigan bo'lsak, 9 kuni Biden Xi Jinpingga telefon qildi. Bu qilgan telefondan ma'lum bo'lgan bir cho'ng mazmun Amerika hukumati Xitoyga taqabul turish pozitsiyasidan Xitoy bilan hamkorlashish pozitsiyasiga o'zgardi. Amerikaniki Xitoy bo'lgan pozitsiyasi taqabul turish pozitsiyasidan hamkorlashish pozitsiyasiga o'zgardi. Bu 9-soatdagi 9 kundagi bo'lgan ish. 9-oyniki 21 kuni Biden Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'z qilib, Amerikaning Xitoy bilan bir sovuq urush mezgiliga kirish plani yo'q, niyati yo'q degan gapni jakarladi. BDT'da 9-oyniki 21 kuni. Buningdan 3 kun o'tgandan keyin, ya'ni 9-oyniki 24 kuni Kanada Mingwen Zhu'ni qo'yib berdi. Huawei şirketiniki iqtisodga mas'ul cho'ng amaldori, Huawei şirketiniki quruvchisiniki qizi Mingwen Zhu'ni qo'yib berdi 9-oyniki 24 kuni. 10-oyning 1-kuni Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyniki Cumhuriyet bayram kunini tabriklab so'z qilib, bayonot e'lon qilib, shu sizda mundaq bir narsani kirgizdi bu gapiga. Amerika Xitoy bilan hamkorlashishni istaydi degan gap. Bu 10-oyning 1-kuni Blinkenniki tabrik so'zidagi bir jumla so'z. Amerika Xitoy bilan hamkorlashishni istaydi degan gap. Anundan keyin 10-oyning 4-kuni Amerika Soda vakili Catherine bir bayonot e'lon qildi. Bundan keyin 10-oyning 4-kuni Xitoyniki Tayvanning havo boshlig'iga propoza qilib turgan aeroplanlarning soni nihoyatda zo'r darajada azayib ketdi. 10-oyning 4-kuni bo'lgan ish. Bu Xitoyniki aeroplanlari dastlabda shu uchib turgan vaqtlarda bir kunisida 56 aeroplanlar uchib ekan. Lekin Catherine bayonot e'lon qilgan kunisi Xitoyniki Tayvan havo mudofaa boshlig'iga kirgan aeroplanning soni 1 ga tushib qoldi. Demek bu yerda cho'ng Xitoy Amerika hamkorlik ishlari yuz beryapti degan gap. Bundan 46 soat keyin, ya'ni 2 kundan keyin Yang Jiechi bilan Amerikaniki davlat mudofaa maslahatchisi Sullivan kurashib 6 soat yepiq suhbat o'tkazdi bular. Bu shundaqda 10-oyniki 6-kuni bo'lgan voqea. Bu to'liq masala o'tgandim, so'zladim. Bu kurashniki mazmunni e'lon qilmadi. Ammo bir qism analizlar u yerdan bu yerdan tepib ancha-muncha gap qildi. Shuningdan keyin bu Sullivan Amerikaga qaytib kelgandan keyin u o'zim degan gaplarida bu qatimqi kurashda biz intayin ko'p natijalarni qo'lga keltirdik. Biz mushtaq kurashishni bunidagi davomli elib bormoqchi degan gapni qildi. Demek bu ishlardan Amerikaniki Xitoyga bosh chigib minayotganligi ma'lum bo'ldi. Anadan keyin 10-6 kuni NATO'niki sekretari bu odam burun Xitoyga intayin qarshi ekandik. Agar tekshirib baxsani bo'ladi, Xitoyga qarshi nurg'un gaplarni qilgan odam ekan. Lekin 10-oyniki 6-kuni bu odam pozitsiyasini 180 gradus burab Xitoyga qo'shamat qilgan gapni dedi. U nima dedi desanglar? Xitoy bizniki qarshilashquchimiz emas, dushmanimiz emas debdi. Counterpart.
bu şoğumda deyişo depti. Bizning qarshiliqchimiz emas, bizning dushmanimiz emas degan gapni depti. Burunqidan pozitsiya butunlay 180 gradus cho'ribdi ma tarafga. Andan keyin 10 yanning 9 kuni Xi Jinping biz Tayvanni tinch yo'l bilan birlikka keltiramiz, o'zimizga qo'shib olamiz degan gapni depti. Dedi. O'tgangi videoda Baydenniki biz bundan keyin Tayvan kelishimi bo'yicha ish qilamiz degan gapni degandim. Men o'chaqdan Anqara yonmagan bu Tayvan kelishimi degan qanday kelishimdi deb. Keyin tekshirib baksam bu amaliyotda Tayvan kelishimi deb kelishim yo'q ekan. Bu men sizlarga deb keldim, Baydenning og'zini ochtirlamkin xato gap chiqib qoladi hozir. Qayrg'anlikdan. Shunga xalqlar og'zini ochqizmaydi osonlikcha deb. Bu gapmi shu og'izdan chiqayotgan xato gap ekan. Amaliyotda Tayvan kelishimi degan kelishim yo'q-ku. Tayvan bilan Amerika o'rtasida 3 qatimliq birlashma bayonot bor ekan. Birlashma bayonot. Bu yerda Tayvan kelishimi deb deganda ko'z tutgan narsa 3 birlashma bayonot ekan. Shunga bu yerda Xi Jinping Tayvanni tinch yo'llarni ozod qilamiz deb, andan keyin Bayden biz Tayvan kelishimi bo'yicha ish qilamiz deb, bu ikkisiniki gapiniki mazmuni asosan bir-birisiniki yiqilishib, bir-birisini xo'sh qilish uchun tutgan yo'llar ekan bu. Shunda qilib oxirgi xulosa nima desanglar? Trumpning vaqtida Xitoy bilan Amerikaniki maydonining qanday ekanligini hammamiz bilamiz. Hozir endi bu Xitoy Amerika munosabati bundan keyin bir-biriga taqobil qilmaydigan, bir-biri bilan raqobatlashmaydigan, faqat hamkorlashadigan munosabatga o'zgarganligidan darak beradi. Butun yuzlanish. Bundan keyingi bir mezgil bizning ko'rdiganimiz mana ahvollar. Garchi Amerika hukumatidagilar bu gaplarni oshkora demagan bilan ostirdan qilayotgan ishlarning hammasi men yuqorida degandek mushtarakka ketyotdi. Endi yana umumiy qarab boqadigan bo'lsak, men bu ishlarga bek diqqat qilaman. Xabarlar bo'lsa, imkon qadar sizlarga vaqtida yetkazishga tirishib kelyapman. Yaqinda Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatish jihatda xalqarada yuz bergan hech qanday cho'ng ish yo'q. Bir necha oylardan burun Yevropaniki birligi yo BDTniki kishilik huquq komitetining boshlig'i degandaklar bizniki Uyg'ur vataniga berib tashish epirish niyatimiz bor. Xitoy yo'l qo'ymaydi bu degan o'sha gaplar bor burun. Yaqinda bunday gaplarni men qat'iy anglab boqmadim. Bizniki bir tashvigimiz bor, ammo Xitoy yo'l qo'ymayapti degan gaplar o'tirib chiqib boqmadi. Yaqinqi bir haftaning ichida, bir ish gapning ichida. Undan boshqa u yerga bir tashvimisa Xitoyni to'solmaydi xalqaro. Shu Xitoyni to'sish jihatda hozir hech qanday ish yo'q mening bilishimcha. Amerika Xitoy munosabatidagi bu yangi taraqqiyot. Bumi biz uchun intayin foydasiz. Ashta bu boshqa meniki biroz his qilayotganim hozir. Bu yerdagi bir muhim aloqaliq narsa bor. Agar xalqaro yordam bo'lmasa, Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatib bo'lmaydi. Uni biz o'z oldimizga qilolmaymiz Uyg'urlar. Chuqur xalqaro yordam bilan qilmasak. Endi hozir Xitoy Uyg'urlar haqida nima qilishidan qat'iy nazar xalqarodan qutula oladigan yoki xalqaroga pisand qilmaydigan bir ahvol shakllandi. Amerikada bo'layotgan yangi taraqqiyot hozir bir qanday bir ahvol qo'ydi bizni desanglar. Biz asosan yana o'zimizga qoldik hozir. Xitoyniki Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish masalasida. Bir yilning ichida, 2 yilning ichida bunda bir tadbir o'tirib chiqamdikin degan narsalar to'g'riliq hozir men bir qanday bir shap ko'rmadim. Qog'ozlar ko'rgan bo'lsanglar, o'rtoqlashinglar, birga qarab boqaylik ishlarga. Ashning bilan Uyg'urlarga yuklangan yuk bag'ansi ig'irlashdi, chet ellik Uyg'urlarga. Biz burunqidanmi bakroq qattiqroq o'ylanmasak, o'zimizga yashash yo'lini o'zimizga foydali tarafga burmasak bo'lmaydi. Hozir ahvol shunday. Men sizlarga Yahudilarniki hikoyasini ko'p deb berdim. Ular qanday qilib
o'ziniki vatanini yutirib qo'yib 3000 yildan keyin vatanini qaytarib oldi. Undan keyin taraqqiy qilib hozir dunyodagi asosiy kuchlarniki birisi bo'la oladi. Gerçi Yahudların nüfusu az, Uygurlar nüfusu da az. Açtaq bo'lgan bilan dunyo ko'rsatgan ta'siri intayin cho'ng. Buni hammamiz bilamiz. Ularniki ular tutgan shu o'zinki davlatini qaytarilishdan burun va qaytarib olgandan keyin tutgan ikki cho'ng yo'li bor. Uning birisi o'zini kuchlantirish. O'zini kuchlantirib dunyodagi millatlar ichidagi eng taraqqiy qilgan, eng qobiliyatli bir millatga opirish. Bu ularning qilgan birinchi ishi. O'zini taraqqiy qilish, davlatni taraqqiy qilish. Ikkinchisi o'zi turayotgan davlat yoki rayonniki qonun farmonlarini o'ziga foydali qilib o'zgartish. Bu jihatda Yahudilarning qilgan nurg'un ishlari bor. Bularning hammasini men bu yerda deb bo'lmayman. Buniki eng cho'ng vakili, bu jihatga vakili Marksizm, Marks ingliz o'tirib chiqargan kommunizm, sotsializm tuzumlari. Marksizm Yahudi. Ularniki shu o'tirib qo'ygan tuzumlarga qarasanglar, millatlarniki bir-birini kamsitish naslariniki oldini olish modelleri var bunun ichida. Yahudilar burun hamma yer chetga qilganligi uchun o'zining chetga qahmaydigan bir qonunni vujudga keltiramiz deb ashtaq narsalarni o'tirib chiqargan bo'ldi. Bu bir cho'ng, eng cho'ng vakili. Bundan boshqa yana nurg'un kichiklari bor. Yahudi aralashgan qonun farmonlarini tashiyosanglar, asosan hammasini o'ziga foyda qiladi bular. Ikki jihatdan yo'l tutgan. Endi bu ishni qila olish uchun Yahudilarniki kuchli bo'la olishi oldingi shart. U bo'lmasa buni qila olmaydi. Endi ma gaplarni nimishqa o'tirg'a chiqirsan desanglar, bu ikki narsa bor. Birisi Abatin degan Amerika Xitoy munosabatidagi yangi o'zgarishlar. Undan boshqa men necha kun oldida Istanbulda yana ikki Qur'on kursi, bolalarniki Qur'on kursi qurildi degan xabarni oldim. Bir oyning ichida qurilibdi. Turkiyada bunda Qur'on kurslari ko'p deb burun yine yangidan ishga qurilibdi. Men bu to'g'riliq pek ko'p to'xtalmayman. Endi abiyatdagi mazmunlarniki deb buni ishni tilg'ilishimda endi ba'zi bir 21 asrga mos keladigan, hozirgi zamonga mos keladigan ba'zi intayin muhim hukmlar bor. Buni bir ta'kidlab qo'ymoqchi sizlarga. Men burungi degan maqolalarimni yozdim, leksiyalar so'zladim. Yana bir ta'kidlab qo'yay. Men burun shu magistrlikni bitirib doktorlikda o'qishni oldida xizmat topolmay, pul tepib o'qishimni davomlashtiray deb izinib yurgan vaqtlarimda Yesilda o'qitish bo'lish sohasida mazaq izinib boqqanman. Yesilda ma'lum bo'lay deb. Lekin Amerikada bo'g'ilolmay ekan, garchi odamning magistrlik unvoni bo'lgan bilanmi, unda ishni qilolmay ekan. Masalan, nima desanglar, Amerikada Yesilniki o'qituvchilari cho'qim to'liq o'tirib bitirgan bo'lish, undan keyin oliy maktabda haftasiga 3 soat o'tiladigan darsdan 3 dars bor ekan. Mush Yesil ma'lumi bo'lish kinishkisi uchun zarur bo'lgan. Şu 3 dersini o'qigandan keyin uni unit deydi, o'qish birligi, 9 birlik. 3 ders, har birisi 3 soatdan o'tiladigan dars 9 birlik bo'ladi, jami 9 units. Ash darslarni o'qib, imtihonlarni o'tib, layoqatli bo'lgandan keyin Yesilga ma'lum bo'lish kinishki olar ekan. Andan keyin Yesilga ma'lum bo'lar ekan kishilar. Şuna onundan başka bu Yesil'nin gibi, andikin başlangıç mektep yok, mekteplerindeki malumlar olsa, benim bilişimce bunların hemisi kam degende ali mektepten bitirgen, bakalavr ünvanı bu. Balalar terakkiyatı kesbide. Amerika'daki ali mekteplerinin hemisi de, çoğu mekteplerinin hemisi de balalar terakkiyatı, child development degen fakultet var. Kesb var. Aşağıda okup aniken balı terbiyeleydi. Uygurlarda ta ki yakın kadar balı terbiyesi degen gap kichik bolalarni o'ltirib qo'ymay ayqilishdi. Men kichik vaqtimda.
Bizning ota-onalarimiz asosan shu jihatdan tirishgan. Biz 6 bola hammasini qilib qatoq qo'shdi. Meniki qolgan tuqqanlarim bor, tug'ilgan bolalarniki yerim tugab ketgan. Maktab yeshiga kirib o'quvchilik ahvollar bak jiqandi. Shunga o'chaqliki bolalar tarbiyasi, bolalarni o'tirib qo'ymay qilish degan taraf nasdi. Endi Turkiyadagi ahvollardan mening xilji xabarim bor. Shu Qur'on kurslari, ichilgan maktab bu narsalar. Mening sizlarga deb qo'ydiganim magaplarni o'tirish chiqarishning sababi. Aşı kişiler, aşı maktablarni ichayotgan kishilar bolalar taraqqiyoti haqida qanchalik bilimdor, qanchalik bilim bor bularniki. 21-asrdagi bolalar taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni qanchalik biladi. Shu aşı maktablarga bolalarni bir vatgan ota-onalar o'zinglarga bir savolni qo'yib beqinglar. Ikkinchisi, men buni bizniki diniy o'limalarga deb kelgan burun hozirmi deyman, mushtaq Qur'on kurslari echayotgan o'qituvchilarni bizning diniy o'limalarimiz biroz yetaklagan bo'lsa, men burun bu to'g'ri izlangan kichik bolalarga Qur'on yotlatish bizning dinimizning talabimi? Savol shu. 10 yoshdan kichik bolalarga Qur'on yotlatish bizning dinimizning talabimi? Mening tekshirish natijamda chiqqan xulosa unday emas. Numan Alixonniki bu to'g'riliq bir leksiyasi bor. Men Turkiya, Yevropaga berib, Uyg'ur qarindoshlarga leksiya so'zlagan joyda bu to'g'ri so'zlagan. Bizning dinimizda unday talab yo'q. Ba'zi bolalar Qur'on yodlab kichik vaqtida 10 yoshdan burun maktabda yaxshi o'qib keta oladigan bolalar bor. Lekin bu umumiy ahvol emas. Qisman bolalar bor, Amerikada bor, men misol keltirgan. Lekin bu umumizga ahvol emas. Hozir Turkiyadagi shu Qur'on kursi qatnashayotgan bolalarniki fanniy maktabdagi o'qish natijasi natijasida ig'ir masala bor, ahvollar ko'p. Bir qismlar u ilmiy Turkiyaniki hozirgi fanniy maktablarda o'qimaydiganlarmi bo'lishi mumkin. Endi meniki hamma ota-onalardan so'raydiganim bir o'ylanib beqinglar. Mush bolalar cho'ng bo'lsa, millat uchun nima ish qilib beradi? Hozir mushtaqligi Qur'on kurslarini ichayotgan, diniy maktabdan ichayotgan kishilarniki boshqalarga deydigan, boshqani qoyil qiladigan narsa, bolangni mishad o'qisang, savob olasan deydigan gap. Anadan keyin mushtaq maktablarga pul chiqarsanglar savob olasizlar, jannatga kirsizlar deydigandek Açtaq gaplar bor ekan meniki anglaganim. Endi 10 yoshga kirmagan bolalarga Qur'on yodlatsa savobli bo'lamdi, bo'lmamdi. Mush to'g'riliq Qur'onda mazmunlar bormi, agar bo'lsa, o'rtoqlashgan bo'lsalar buni anglab baxsak. Men shaxsan bilmayman bunda o'sha narsalarning borligini. Meniki ma gaplarniki deyishimdagi sabab hozir butun millat duch kelgan ahvol aytaman degandek. Vatanniki ahvoli intayin fojialik. Chet ellik Uyg'urlarniki shu fojiani to'xtatish, xalqimizni va vatanimizni qutqizish yo'lida bir kishi to'p qo'shish majburiyatimiz bor bizniki. Shu majburiyatimizni ado qilish uchun biz o'zimiz qanday yashashimiz kerak? Bolalarni qanday tarbiyalashimiz kerak? Biz shu majburiyatni ado qilish uchun bir qancha muhim shartlar bor, shuni hozirlashimiz kerak. Birisi, chet elda yetarlik sondagi nopsimiz bor bo'lishi kerak. Yetarlik sondagi adimimiz bor bo'lishi kerak. Hozir O'rta Osiyoni hisobga olmaganda chet eldagi Uyg'urlarniki tang yarmi Turkiyada. Andan keyin yana bir muhim narsa, mushu nopsning ichidagi mutlaq ko'p sondagi kishilar xalqaro sahnalarda ta'sir ko'rsata oladigan bo'lish kerak. Endi men degan shu Qur'on kursida o'qiyotgan kichik bolalar cho'ng bo'lgan chog'da xalqaro sahnalarda ta'sir ko'rsata oladi.
bu to'liq o'ylanib baqsaq. Shu nuqtada men izchil deb kelyapman. Bizniki bütün ota-onalarniki bolalarni tarbiyalashda ikki cho'ng mas'uliyati bor. Uning birisi o'zining bolalarini o'ztirayotgan yerdagi eng ilg'or o'quvchilardan qilish, eng ilg'or o'quvchilardan o'rin oldirish bu birinchi nishon. İkincisi bolalarda cho'qim Uyg'urlik kimligini yetildirish. Ba'zi agar bir bola nihoyatda qobiliyatli cho'ng bo'lib, o'zining kasbiy sohasida intayin muvaffaqiyatli bo'lib, ammo u bolada hech qanday Uyg'urlik eni bo'lmasa, o balanınki kelgusida Uyg'urlar uchun xizmat qilishini atayin. Shunga erishgan qobiliyat, bilim nasriniki Uyg'urlar uchun foydasi bo'lmaydi. Shu ota-onalar bu ikki narsani bakchin tutish kerak. Abaki degan gaplarim shunga munosabatlik. Yana bir muhim omil chet ellik Uyg'urlarniki. Uyg'urlikni chet elda saqlab qolish uchun o'zining borlig'ini atash. Bu intayin muhim narsa. Biz 2019-yilda qurgan Uyg'ur Project fondiniki tub nishonimiz shu. Uyg'urlarning tili, madaniyati, Uyg'urligini chet elda saqlab qolish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatish. Biz mushayat ish qilyapmiz. Emniyatda diqqat qilsanglar, hozir biz berayotgan yordamlarniki ko'pinchilari Turkiyaga bo'lyapti, tangdin to'lisi. Nima ish qilsanglar, Turkiyada bizning chet eldagi nüfusimizniki tang yarmi Turkiyada. Aslında bo'lgani uchun biz shu Turkiyadagi Uyg'urlarning taraqqiyotiga diqqat qilib, qo'limizdan kelish yerdan beraylik deb shuni qilyapmiz. Bundan keyin shunday qilamiz. Uyghur Project fondi bütün Uyg'urlarga mansub. O menga yoki bir qancha odamlarga emas, bütün Uyg'urlarga mansub, bütün dunyoga Uyg'urlarga mansub. Shunga Uyg'urlikni saqlab qilish yo'lida amaliy ish qilay degan qarindoshlar bizni izlanglar. Birga qilaylik. Qo'limizdan kelishicha biz iqtisodiyotni yordam qilamiz. Yaxshi ideya bo'lsa, bizni izlanglar, birga qilaylik. Endi yana bir qancha ishlar bor, sizlarga deb qo'ygan bor. Uniki birisi Turkiyada bir yil Sarxillar ma'rifi deb bir faoliyat, bir program elib berildi. Mening esimni qilishicha, u yerdagi o'quvchi bolalar shu yerda tarbiyalandi. O'rta maktab, oliy maktab o'quvchilari bu Sarxillar ma'rifniki bir torbeti bor. Aşağıda nurgun uchurlar bor, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Hozir endi ikkinchi qatimliq kurs 2022-yilniki kursiniki tayyorligi qilinyapti. Shu 14-oktyabr kuni 2022-yillik o'quvchilarni tanlash yuzasidan bir imtihon elib berildi. Bu torda elib berildi mening farazimcha. Aslida 16-sila ata shanba kuni yezikçi imtihan elish planlangan. Lekin hozir bu qitimli ikkinchi qitimliq 2022-yillik programga tizimlatganlarning soni hozir 20-chilik odam ekan, ammo biz bu guruhdagilar Sarxillar ma'rifini qilayotgan ufqlar umid qilgan sondan to'roq bo'lganligi uchun aslidagi 16-oktyabrga planlagan yezikçi imtihonni kechiktirib 6-noyabr kuni o'tkazilgan bo'ldi. Hatta bu başka bu programga şu 10-yilki 31-kungacha tizimlasanlar bo'ladi. Hozir uchoq. Mashina tizimlatgan bo'lsanglar. Bu ders torda elib beriladi. Turkiyaning vaqti asos qilindi. Hatta bu başka Turkiya bilan vaqt farqi intayin cho'ng bo'lib ketgan yerlardagi o'quvchilar bu programga qatnashishda biroz qiynalib qolishi mumkin. Lekin Turkiya bilan o'xshash yer shariniki yerimida turayotgan davlatlardagi Uyg'urlarning bolalari buni tuzmaslar bo'ladi. Bu asoslar ishlarning torbetiga kirib, nima ishlarni qilibdi o'tgan bir yilning ichida. Ko'rib baqqan bo'lsanglar. Ondan keyin bu Sarxillar ma'rif programmasi yetakchilarga ehtiyoji bor. Hozir shunga chaqiriq qilyotdi. Shunga bir xizmatni qilay deb qilishni xohlaydigan ziyoli qarindoshlar buni diqqat qilib qo'ysanglar. Endi
bal o'qitish intayin muhim, mayli fanda bo'lsin yoki dinimizda bo'lsin, nihoyatda cho'ng savobli ish. Bu 3 cho'ng savobli ishlarning birisi shu. Asta bu boshqa bu ishlarga biroz ko'ngil bilib qo'ygan bo'lsanglar. Shunga bularni tilga qo'yib keldi. Sizlarga deb qo'ygan yana bir xabar. Avstraliya Sidney shahrida turayotgan Fatima degan singlimiz Uyg'ur tilida yoga darsi o'tmoqchi. Hozir bu jatdagi tizimlashma boshlanib bo'ldi. Bu singlimiz e'lon chiqarib, o'qitish qilib qilyotdi. Bu 2 kunlik bir qancha kun oldin chiqqan bu jatdagi chaqirig'i meniki Facebook temimda bor hozir. Ko'rib baxsanglar bo'ladi. Uyg'ur tilidagi yoga darsi. Bu singlimizniki birinchi qitimliq xalqaro darsiga Uyg'ur Project Fondidan mazaq yordam qildigan bo'ldik. Uni qaranchi qildik. Şuna bu işe dikkat qilib qo'yinglar. Xudoyim bo'lsa, bu ishdan keyincha chet eldagi Uyg'urlarga foydali yana bir qism yaxshilar kelib chiqadi. Bizniki Uyg'urligimizni chet elda talab qilish jihatlarda. Uni hozir demayman, bular planda bor. Keyin vaqt kelgan chog'da, shunda qolgan chog'da yana sizlarga deyman. Shuni buni mishtatlab qo'ygim keldi. Oxirida deb qo'ydiganim sizlarga mana shu yaqinda biz uchun Uyg'ur axborot markazi uchun chiqayotgan qarindoshlarimiz tuzib chiqqan bir qancha jadvallarni degan Sharq Turkistondagi doktorxonalarning tizimligi bolalar jazo lageriniki tizimligi anandakin majburiy emgak Uyg'urlarni majburiy emgak soldigan zavod shirkatlarning tizimligi. Bu jami 6 jadval. Bularning hammasini Uyg'urchaga tarjima qilishga ehtiyojimiz bor edi. Hozir bularning hammasini ep bo'ldi. Bizning qarindoshlarimiz ep bo'ldi. Xitoychadan inglizchaga tarjima qilgan ishni. Hamda bolalar lagerining tizimiga tarjima qilinib bo'ldi. Ma bu majburiy emgak zavodlarining 4 jadvaldan birisi tarjima qilinib bo'ldi. Bularning hammasi Uyg'ur axborot markazining tor betida ba'zi chiqib bo'ldi. Ondan keyin mushlarni saqlab turayotgan xalqaro organlarga o'tib bo'ldim men. Qolganlari davomli tarjima qilinyapti. Chunki bu ahvolni sizlarga deb qo'ygim keldi. Ishqilib oldimizda vazifa bek ig'ir. Burunqidan bir hafta tashmasa olmaydi. Shunga biz davomli umidvor bo'lib, qo'limizdan kelgan ishlarning hammasini qilishga hammamiz o'rtaq tirishsak, bu jihatda Uyg'ur Project Fondini davomli qo'llab bersanglar, qilayotgan ishlarni qilib bo'lgan bo'lsak. Buludi ben bu yerda müştəlikdə, kələr qətim görüşəcək aman bulunlar. Xeyr xoş, Allah'a emanet.